Tramp AQSh kuchlari Eron havo hududini to'liq nazorat qilayotganini bildirdi. Isroil Eron rahbariga Saddam Husayn taqdiri bilan tahdid qildi. AQSh Yaqin Sharqdagi qo'shinlarini shay holatga keltirdi. Eron Isroilning raketaga qarshi mudofaa qalqonini yorib o'tib, havo hududi ustidan to'liq nazorat o'rnatganini e'lon qildi. Isroilning qonli qirg'ini kuchaydi. Eron shifoxonalari bemorlar bilan to'lib toshdi. Endi esa batafsil. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftani o'zidayoq bartaraf etish mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faoliyatni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. Tramp AQSh kuchlari Eron havo hududini to'liq nazorat qilayotganini bildirdi. AQSh Eron Islom Respublikasining kuzatuv va havo mudofaasi vositalari mavjudligiga qaramay, havo hududi ustidan to'liq nazorat o'rnatdi. Bu haqda AQSh prezidenti Donald Tramp o'ziga tegishli Truth Social ijtimoiy tarmog'ida ma'lum qildi. Hozirda Eron osmoni ustidan to'liq va mutlaq nazoratga egamiz. Eronda yaxshi kuzatuv uskunalari va boshqa mudofaa texnikasi ko'p miqdorda mavjud edi. Ammo bular Amerika ishlanmalari va qurollari oldida hech narsaga arzimaydi. Hech kim buni qadimgi sodiq Amerikadan yaxshiroq qila olmaydi, deya yozgan Amerika rahbari. 17-iyun kuni kunduzi Tramp Erondan taslim bo'lishini kutayotganini e'lon qildi. U Eron va Isroil o'rtasida o't ochishni to'xtatishga intilmayotganini, mojaroning faqat Tehron yadroviy dasturlaridan butunlay voz kechgan taqdirdagina yakunlanishi mumkinligini ta'kidladi. Shuningdek, Amerika rahbari jurnalistlar bilan suhbatda Tehron kelishuv tuzish kerak edi, biroq endi u muzokaralar olib borishga kayfiyati yo'qligini aytgan. Isroil Eron rahbariga Saddam Husayn taqdiri bilan tahdid qildi. Isroil mudofaa vaziri Israel Katz Eronning diniy rahbari Oyatulloh Ali Xomaniy agar Isroil bilan qarama-qarshilik siyosatini davom ettirmoqchi bo'lsa, Saddam Husaynning taqdirini eslab qo'yish kerakligini bildirdi. Bu haqda Isroil mudofaa vazirligi bayonotida ma'lum qilingan. Katzning so'zlariga ko'ra, Isroil Eron hududiga zarbalar berishni davom ettiradi. Men Eron diktatorini harbiy jinoyatlar sodir etish va Isroil fuqarolariga raketalar uchirishni davom ettirishdan ogohlantiraman. U Isroil davlatiga qarshi xuddi shunday yo'l tanlagan qo'shni mamlakat diktatorining taqdirini yodda tutishi lozim, dedi Katz. Mudofaa vaziri Isroil avvalroq Erondagi Erib davlat teleradiokompaniyasining Tehrondagi binosiga zarba berganini ta'kidlab, zarba nishoni Eron hukumatining boshqa tuzilmalari ham bo'lishi mumkinligini qo'shimcha qilgan. Isroil armiyasi bugun kecha targ'ibot va tahqirlovchi teleradio xizmatiga qarshi harakat qilganidek, Tehrondagi rejim va harbiy maqsadlarga qarshi harakat qilishni davom ettiradi, deya izoh bergan Isroil mudofaa vaziri. Bundan avval Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu ABC telekanaliga bergan intervyusida Xomaniyning yo'q qilinishi hozirgi mojaroga chek qo'yishi mumkinligini istisno qilmagan edi. Shu bilan birga Reuters xabarga ko'ra, ilgari Isroil go'yoki Eron rahbarini yo'q qilish imkoniyatini ko'rib chiqqan, biroq Washington, xususan Donald Trump bunga qarshi chiqqan. AQSh Yaqin Sharqda joylashgan bazalardagi qo'shinlarni shay holatga keltirdi. Bu haqda manbalarga tayanib The New York Times xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, qo'shinlar AQSh prezidenti Donald Trump harbiy qo'mondonlik va milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchilar bilan favqulodda yig'ilish o'tkazgandan so'ng shay holatga keltirilgan. Yig'ilishda Isroil va Eron o'rtasidagi kuchayib borayotgan ziddiyat muhokama qilingan. AQShning Eron yadroviy obyektlariga, jumladan Fordodagi obyektga zarba berishda ishtirok etishi ehtimoli ko'rib chiqilgan. Kuchaytirilgan xavfsizlik choralari Birlashgan Arab Amirliklari, Iordaniya va Saudiya Arabistonidagi bazalarga ta'sir ko'rsatdi. Yaqin Sharqda 40 mingdan ortiq amerikalik harbiy xizmatchi bor. Eron AQSh harbiy bazalarini nishonga olishi mumkin. Trampning eng yaqin maslahatchilari orasida Eronga zarba berish zarurati bo'yicha yakdil fikr yo'q. Shu bilan birga razvedka ma'lumotlari bilan tanish bo'lgan Amerika rasmiylariga ko'ra, Tehron mintaqadagi Amerika bazalariga hujum qila oladigan raketalar va boshqa harbiy texnikalarni shay holatga keltirgan. Agar AQSh Isroilga qo'shilib mojaroda ishtirok etsa, Eron shunday chora ko'rishi mumkin. Isroilning Eron yadroviy obyektlariga bergan zarbalardan so'ng AQSh hujumga qo'shilishi prognoz qilinmoqda.
CNN ma'lumotlariga ko'ra, Isroil hukumatining yuqori martabali vakillari Donald Tramp ularning sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlashiga va boshlangan ishlarni yakunlashga yordam berishiga umid qilmoqda. Butun operatsiya unga qachondir AQSh ham qo'shilishiga asoslangan, deydi isroillik amaldor. Isroil harbiylari Eronning eng himoyalangan yadroviy inshootlaridan biri Fardodagi obyektni yo'q qilish yoki vaqtincha ishdan chiqarish bo'yicha bir nechta rejaga ega. Ammo bu rejalar AQShning 30 ming funtli maxsus bomba tashiy oladigan strategik samolyotlari darajasida kuchli emas. Bu samolyotlar yer ostidagi obyektlarga ham zarba bera oladi. Tramp yaqinda Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan suhbatda zarurat tug'ilganda shunday qadam ko'rsatishi mumkinligini istisno etmagan. Biroq hozirda AQSh bunday imkoniyatni ko'rib chiqmayapti. Oq uyning yuqori martabali mulozimiga ko'ra, Washington urushga to'g'ridan-to'g'ri aralashishni xohlamaydi. Hatto gap bitta zarba haqida ketayotgan bo'lsa ham, AQSh mojaroni diplomatik yo'l bilan hal qilishga umid qilmoqda. Ba'zi mutaxassislar fikricha, Isroil bunker bombalar ta'sirini hosil qilish uchun bir nishonni qayta-qayta bombardimon qilishi mumkin. Eron Isroilning raketaga qarshi mudofaa qalqonini yorib o'tib, havo hududi ustidan to'liq nazorat o'rnatganini e'lon qildi. Bu haqda Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi matbuot xizmatiga tayanib, Mehr agentligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Eron havo kuchlari Isroilga qilgan tungi hujum paytida Yahudiy davlati osmoni ustidan nazoratni qo'lga kiritgan. Raketa hujumimiz bosib olingan hududlar osmoni ustidan to'liq nazoratga ega bo'lganimizni va u yerdagi aholi Eron raketa hujumlariga qarshi mutlaqo himoyasiz ekanini ko'rsatdi, deyiladi Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi bayonotida. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi yangi birinchi avlod qurollaridan foydalangan holda muvaffaqiyatli hujum amalga oshirilganini ma'lum qildi. Bugun tunda raketaga qarshi mudofaa qalqonini yorib o'tgan kuchli raketalar sionist qo'rqoqlarning boshpanasini bir necha bor larzaga keltirdi hamda behuda xayollar va sarob ichida qolgan Tel Avivga Eronning qudrati haqida xabar yetkazdi, deyiladi bayonotda. Isroilning qonli qirg'ini kuchaydi. Eron shifoxonalari bemorlar bilan to'lib toshdi. Tehrondagi Imom Xumayniy kasalxonasida yaradorlar oqimi Eron-Isroil o'rtasida urush boshlangandan beri to'xtagani yo'q. 15-iyun kuni shifoxonalar jabrlanganlar bilan to'lib ketdi. Shoshilinch yordam bo'limlari qiyin ahvolga tushib qolgan. Ular shahardagi holatni qonli qirg'in deb ta'rifladi. Bu qonli qirg'in edi. Binoni to's-to'polon, oila a'zolarining dod faryodi bosib ketdi. Hayot uchun xavfli bo'lgan o'nlab jarohat olganlar va hatto jasadlar olib kelindi, dedi shifoxonaning tez yordam bo'limi shifokori. Isroil va Eron o'rtasidagi janglarning 5-kuni davom etar ekan, Eron shifoxonalari yarador va holdan toygan xodimlar bilan to'lib toshgan. Tibbiyot xodimlari qonli tartibsizlik va yaradorlar oqimini nazorat qilishga qiynalmoqda. Men bolalar, o'smirlar, kattalar va qariyalarni ham ko'rdim. Onalar qon yo'qotayotgan bolalarni olib keladi. Ba'zida ota-onalar o'zlari ham jarohatlanganini keyinroq bilib qoladi, dedi bir shifokor.